Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızı yollagandekin, qadirli qeyrindaşlar, Tarixi Nazar programımızın 14. sanını anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın milli azatlık rehberlerden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlıq kitabını diqqətinizə sunuvatımız. Biz ötken qitimki sanımızda Şarkı Türkistan bilen Xitay o'tirisidagi 30 yıllık uruş degan babdan başlap so'zlab kelib, 4-ci fəsil Siyampi Birləşmə Dövləti degan babga kelib to'xtagan edik. İnşallah bugün kelgan yerimizden başlap huzurunlarga sunumuz. Mikrofon aldida qayrindishinglar Abdullah Yalqun. Dördüncü fəsil Siyampi Birləşmə Dövləti. Çin istilasıdan, yani Xitay istilasıdan Siyampi ittifaqıga ötüş aralığıdaki davrda Şarkı Türkistan'ın şarq ve şimal kısımları. Yuqorida so'zlab o'tganimizdek mashhur Çin qo'mondonlaridan Banchao, yani Xitoy qo'mondonlaridan Banchao Şarkı Türkistan'ın sharqini istilo qilgan tarixdan boshlab Qo'ju, Bariköl, Roran ve Kingit qatorliq joylar haqida ishonchlik ma'lumot yo'q. U tarixdan boshlab milodining 220-yilgacha bo'lgan zaman Han sulolasining eng kuchlangan davri bo'lib, Moğoliston va Altaydagi turk xonliqlari Xitoyga boj seliq to'lab tavallik vaziyatda edi. Mana buningga qarab Sharq Turkistonning u qismlarining Xitoy istilosi ostida bo'lishi kerak deb gumon qilindi. Eli, Issiqko'l va Yettisu xonliqlarining mustaqil ekanlik ehtimoli kuchlik. Imil, ya'ni Tarutay va ikki o'guz, hozirgi Altay xonliqlari Çin imperatorligining himoyasi ostida Moğoliston davlat qurgan Siyampi turklariga tava edi. Milodiy 220-yili Han xonadoni yiqilib, Xitoydagi ikki turk va bir Xitoy davlatlarining ichki urushlari natijasida Şarkı Türkistan'ın bu qismi tamamen mustaqil bo'ldi. Bularga qaraganda 6 shahar xonliqlarining Qushxonlar nufuzidan qutulishi va Şarkı Türkistan'ın sharqiy qismidagi xonliqlarning Xitoy nufuzidan qutulishi taxminan birli vaqtda bo'lgan. Bular 140 yilga yaqin mustaqil yashadi. Siyampi turklarining mustaqilligi va Şarkı Türkistan. Şimali Hun dövləti yıqılğandan keyin Siyampi türklarining Altay va Tani Uula tağları arasında yerleşkenligini yuqorida bayon qilib o'tdik. Moğol tarixlarida Manjuriya va Sharqi Moğolistondagi turklarni umuman Tatar deb ataydi. Xitoy tarixchilari bularni Tongus, ya'ni Tungus deb ayiradi. Lekin bular aslida turklar jumlasidan bo'lib, yurti Qadirxon tog'larining Siyampi jilg'isida bo'lganlikdan bular tarixda Siyampilar deb ataldi. Hozirgi tarix kitoblaridami Siyampi turklari deb zikr qilinmoqda. Siyampilar Altay tog'lariga kelgandan boshlab Xitoy imperatorligining himoyasi ostida davlat qurib, bara-bara yurtlarini kengaytib, Shimoliy Hun davlatiga tava joylarning ko'p qismini egalladi. Han imperatorligining munqariz bo'lishi bilan tang Xitoyda isyon ko'tarilib, qattiq qalaymaqonchilik yuz berganda bu fursatdan foydalanib Siyampi xoni Shimoliy Moğolistonni besib oldi. Milodining 225-yili mustaqillik e'lon qilib, o'zini Tangriqut e'lon qildi. Lekin bu chaqda Janubiy Hollarmi mustaqillik e'lon qilib, Shimoliy Xitoyni va Ko'k daryo, ya'ni Changjiangning shimolini o'z tavalligiga elib, Liao xonligini qurgan edi. Shuning uchun Siyampilar sharq va janubga kengayolmay, Yettisu va Ilini egallab turdi. Bu hal 100 yildan ko'proq davom qildi. Milodining 350-yili Manjuriyadagi Topa turklari Liao xonligini munqariz qildi. Keyincha Topalarning ichki qismida majrolar tug'ilib, o'zaro jadal boshildi. Bu qalaymaqonchilikdan foydalangan Siyampi xoni Fuxan, bu yerda bir izohat, Xitoylar buni buzib Fokin deb talaffuz qiladi. Milodiy 351-yili Gansu va Shanxi o'lkalariga hujum qilib besib oldi va o'zini Xitoy imperatori e'lon qildi. Topalar bilan urushib, ularni bo'ysundirdi.
territoriyasi milodiy 381 yilga kelganda sharqda Yapon dengizi, janubda Ko'k daryo, g'arbda Inja, ya'ni Sir daryosi va Pamir tog'larigacha yetib borgan. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda O'g'iz daryosi va O'ral ko'ligacha edi. Tangriqut Fuxan milodiy 351 da Gansuni elib, Chang'an, hozirgi Xi'anfuni poytaxt qilgandan keyin Qo'ju va Roran xonlari Tangriqut Fuxanga bo'ysunib, uning hujumlaridan saqlanishga majbur bo'ldi. Shuning uchun milodiy 360-yillar atrofida bu ikki xon Chang'anga berib, Tangriqutni ziyorat qildi va uningga bo'ysundiganliklarini bildirdi. Tangriqut bu ishdan ko'p xush bo'lib, 6 shahardagi boshqa xonlarni ham itoat qildirish uchun Loxan, ya'ni buni xitoycha Loguang deb tarjima qilindi. Loxan degan birisining qo'mondonligida Sharq Turkistonga askar yo'lladi. 6 shahar xonlari mag'lub bo'libmi yoki o'z ixtiyori bilanmi, bular toza aniq emas. Siampilarga bo'ysundi. Shuning bilan Sharq Turkiston Siampi Tangriqutining itoati ostiga kirdi. Loxan Siampi Tangriqutining Sharq Turkistonda turishliq umumiy valisi bo'ldi. Sharq Turkistondagi xonliqlarning mustaqilligi. Tangriqut Fuxan milodiy 383-yili Janubiy Xitoyni olaman deb Janubiy Xitoy davlati bilan urushga kirishdi va qattiq mag'lub bo'ldi. Natijada qo'l ostidagi Shimoliy Xitoyda isyon ko'tarilib, bu yerlarmi qo'ldan ketdi va Siampi davlati tamoman kuchini yo'qotib, koni yurti bo'lgan Altay tog'lariga chekinishga majbur bo'ldi. Bu vaziyatdan Siampilar qo'l ostidagi xonlar toza foydalandi va Siampi Tangriqutligiga qarshi urush e'lon qildi. Oxiri milodiy 390-yilga kelganda Sharq Turkiston xonlari Siampilarni Altaydan Shimoliy Sibiriyaga ko'chib ketishga majbur qildi. Shuning bilan u ulug' turk davlati sal iqitib ketgandek yo'q bo'lib ketdi. Sharq Turkistonga Siampilarning umumiy valisi qilib qo'ygan Loxan bir qism odamlari bilan Kuku, Ko'kko'lga qochib berib, shu yerda kichik bir davlat qurdi. 14 yil yashagan bu davlatni Xitoy tarixlarida Xovliang, keyingi Liang xonligi deb yozadi. Mana shunday qilib Sharq Turkiston xonliqlari milodiy 386-yilda har biri o'z oldiga mustaqil bo'lib olib, bo'linma xonliqlar shaklida hukmronliklarini davom qildi. Bu vaziyat milodiy 448-yilgacha davom qildi. Ya'ni Sharq Turkiston xonlarining Topa imperatorligiga tava bo'lishlariga qadar davom qildi. Beşinci fasl Topa Türk davlati. Sharq Turkistonning Topa, ya'ni Toba imperatorligiga tava bo'lib turgan vaqti ancha uzun emas. Ammo bu davlatning Turk tarixida qadimki madaniyatlar jihatda zo'r ahamiyati bor. Shuning uchun qisqa bo'lsa-mu bir oz so'zlab o'tamiz. Bu yerda kitobda qisqa bir izohat berilgan. Ba'zi tadqiqotchilar Siampi va Topalarni Hunlar to'plamidagi g'ayri turk kategoriyasida ko'rsatdi. Hunlar davridan tortib Hun Tangriqutiga bo'ysunmay Qadirxon tog'larining shimolida mustaqil yashab kelgan bir qism tatarlar Topalar deb atalgan. Hun davlati yiqilgandan keyin Topalar asta-asta janubga ko'chib, sharqi Mo'g'ulistonga kelib yerlashdi. Keyinchi Teximo tövanga qarab mengib, Saddichindan o'tib Shanshi o'lkasini egallab, kichik bir baglik qurdi va barg'an siri kuchlandi. Taxminan milodining 300-yili Topalar xoni Ilu Janubiy Hun davlati bilan dushmanlashib, 311 va 315-yillar orasida qattiq urushlar bo'ldi. Ilu o'lgandan keyin o'rniga xon bo'lib, Yulu Mo'g'ulistondagi turk xonlari va Siampi Tangriquti bilan urushib, territoriyasini Altay tog'larigacha kengaytdi. Undan keyin Topalarga xon bo'lgan bir zot Xitoylar uni Mayong deb ataydi. Milodiy 350-yilda Janubiy Hun Tangriquti Shayman bilan urushib, uni mag'lub qildi va Shayman asir elinib o'ldirildi. Shuning bilan Janubiy Hun Tangriqutligi tamoman munqariz bo'ldi. Lekin undan keyin Topalarning ichki ixtiloflari natijasida davlat parchalandi. Mayongning bu ojizlashgan holidan foydalanib, Siampi Tangriquti Fuxan uni mag'lub qilib bo'ysundirdi. Yuqorida aytganimizdek, Siampilar Janubiy Xitoy bilan bo'lgan urushda milodiy 383-yili mag'lub bo'lgandan keyin Topalar xoni Kivi mustaqillik e'lon qildi va milodiy 386-yilga kelganda
Siampilarni Janubiy Xitoydan tamoman haydab chiqardi va o'zini Shimoliy Xitoy imperatori e'lon qilib, Wei unvonini oldi. Davlati Xitoy tarixida Wei imperatorligi deb ataldi. Siampilar ojizlashganda Xitoyning Pichili atrofida mustaqillik e'lon qilib, bir davlat qurgan Wu Huan, yana bir ismi Yan bo'lgan turk davlatini Wei xoni mag'lub qilib bo'ysundirdi. Undan keyin Wei xonlari Hunan, Shanxi, Gansu va Shimoliy Xitoyning boshqa joylarini ishg'ol qilib, Topa davlatini ko'k daryogacha kengaytdi. Quju va olti shahar xonliqlarining Topa imperatorligiga qo'shilishi. Xitoy tarixidagi rivoyatlarga qaraganda, Jujan imperatorligi milodining 429-yili Mo'g'ulistonning shimolidagi qirg'izlar va O'rxun daryosi bo'yidagi Uyg'urlar bilan birlashib, butun Mo'g'uliston, Altay, G'arbiy Gansu va Ko'kko'l o'lkalarini egalladi. Milodining 435dan 437-yillar orasida Sharq Turkiston xonlari Jujan istilosidan qo'rqib, o'z ixtiyori bilan Topa imperatorligiga qaytildi. Türkçe umumiy tarix degan asarning bergan ma'lumotlariga qaraganda, milodiy 448-yili Topa, ya'ni Wei imperatorligi Sharq Turkistonga askar yo'llab, Qo'chu va olti shahar xonlarini o'ziga bo'ysunishga majbur qilgan. Ammo bu qo'shilish uzun davom qilmadi. Chunki u chaqlarda turk yurtlarida nihoyat tez kuchlanib, hukmronlik qurgan Jujan davlati milodiy 460-yilga kelganda Topa hokimiyatini yo'qotdi. Topa Türk davlati. Milodiy 5-asrda Shimoliy Xitoyda ilg'or bir madaniyat va taraqqiyot davri boshlandi. Mana bu madaniyat va taraqqiyot Topa turklarining asri edi. Xitoyda bu davrda harbiy, siyosiy, iqtisodiy va binokorlik, qurilish va boshqa madaniy jihatlarda nihoyat zo'r taraqqiyotlar maydonga kelgan edi. Shu chaqlarda Sharq Turkistonning bir parchasi bo'lgan va hozirgi Gansuning bir qismi bo'lib qolgan Donhuangdagi tog'dan uyib yasalgan ibodatxonlarning me'morlik, haykaltarashlik, rassomlik va naqqoshlik san'at asarlari Topa madaniyatining Shimoliy Xitoydan halqib o'tib, Sharq Turkistonga yetib kelganligini ko'rsatdi. Xitoy va Yevropa muzeylarida Topalarga oid san'at asarlari bektola. 6-fasl Jujan Tatar imperatorligi. Jujan tatarlari aslida Sharqiy Mo'g'uliston va Manjuriyada yerlashgan Tatar deb tunilgan turklarning bir qabilasi bo'lib, qadimgi turk rivoyatlarida Gujan deb atalgan va to'g'risimi shu bo'lishi mumkin. Juanju va Chechan degan atalg'ular bo'lsa, yozuvchilarning talaffuzni buzib yozishlaridan bo'lish ehtimoli kuchli. Xitoylar bularni Popan deb yozadi. Ba'zi Yevropalik tarixchilar bularni avar turklari deb ataydi. Bu ap-oshkora xato. Chunki avarlar bu tarixdan xilili burun Yevropada shalliq bir turk davlati qurib chiqqan edi. Biz bu yerda ularni tarixda mashhur bo'lgan Jujan ismi bilan ataymiz. Milodiy 310-yili kichik bir xonlik shaklida qurilgan bu davlat bargan sari kuchlanib, sharqqa va g'arbga qarab siljib, Qaraqurum shahrining shimolini poytaxt qildi. Ya'ni bu Qaraqurum shahrining shimoli Qoxta bo'lishi kerak. Keyinchi butun Altay va atrofini egallagan xondan tortib, o'zini Tangriqut deb e'lon qilib, Qag'an unvonini qo'llandi. Milodiy 402-yili To'lun Qag'an Tangriqut bo'ldi. Milodiy 424-yildan tortib Topalar bilan urush qila boshladi. Milodiy 440-yili To'lun Qag'an g'arbga yurish qilib, Ili, Yattisu va Issiqko'l atrofidagi joylarni o'ziga qaratdi. Bargan sari ilgirlab, oxirida Xazar dengizi va Yoyiq O'ralgacha bo'lgan orliqdagi butun turk yurtlarini o'z hokimiyati ostiga oldi. To'lun Qag'anning sharqiy va g'arbiy Turkistonni olganligi. To'lun Qag'an g'arb va sharqdagi g'albalik ilgirlashlardan keyin milodiy 460-yili janubga yurish qilib, Qo'chu va olti shahar o'lkalarini Topalardan tortib olib, o'z hokimiyati ostiga oldi. Undan keyin Farg'ona va So'g'didagi turk xonlarini o'ziga tava qildi. O'guz, ya'ni Amu daryosidan o'tib, Baktirdagi qush xonlarining qoldiqlarini mag'lub qilib, ularni Kabul tarafga chekinishga majbur qildi.
Şunun bilan Jojan imperatorluğunun territoriyasi Hun imperatorluğuningki bilan tengleşdi. Jojan imperatorluğu kündün kunga kuchlanib, rosa kengayayotgan bir paytda Tolunxon Qag'an vafot bo'ldi. Qag'anlik jamiyati ichida taxt talashish jadallari chiqib, ichki urush boshlanib ketdi. Davlatning burunqi qudrat va haybati qolmadi. Tuxariston, ya'ni hozirgi Badaxshon va Qatag'anda yangidan kichik bir davlat qurib chiqqan Yaftil turklari bu fursatdan foydalanib Bakteriya, So'g'd va Farg'ona qatorliq joylarni besib oldi. Keyincha Jojanlar ichki ixtiloflarni tugitib kuchlandi va milodiy 550-yili Sharq Turkistonga yurish qilib, Yaftillarni mag'lub qilib, Sharq Turkistondagi xonliqlarni bo'ysundirdi va bir mazgil tinch yashadi. Milodiy 555-yili bu davlat yiqilib, o'rniga qurilgan Ko'k Turk davlati Sharq Turkistonda hukm surguni boshladi. Jojan tatarlari Topa va Qushxon, ya'ni Kushanlarga qaraganda orqada qolganda ko'rinsimi, shu chog'dagi boshqa millatlarga selishtirganda xili ustun madaniyatga ega edi. Bo'libmi harbiy jihatda nihoyat tartib, intizomli edi. Biz boshda so'zlab o'tganimizdek, Tolunxon Qag'an harbiy, ma'muriy va iqtisodiy sohada nihoyat dohiyona qonun va tartib, intizom tuzumlarini o'rnatgan. Butun davlat xodimlari, askarlar va umumiy xalqning hammasi bu qonun intizomga rioya qilishga majbur edi. Jojan Qag'anlarining Shimoliy Xitoydagi Vey, Topa va Janubiy Xitoydagi Chu imperatorliklari va Iranning Sasani shahlari bilan bo'lgan munosabatlari Xitoy, Hindiston va Yevropa tarixlarida tilga ilingan. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib vaqt e'tibori bilan Tariqi nazar programmamizning 14-sonini mush yerda oyoqlashtiramiz. İnşallah aldığımızdaki sonda kitapning 7-fasl Yaftil imperatorluğu degan bobdan boshlab huzuringizga sunishni davomlashtiramiz. İcabetlik dualaringlarda bizler uchun duo qilishni unutmaysizlar. Rabbim ömür bersa aldığımızdaki sonda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.